ichib keladilar, janjal qiladilar. Gohida uyga yeyishga ham anaqa qolmay qoladilar. Nimani olib ketaman? Olib ketsam 5 vaqt namozimni olib ketarman. Shu erkakka qaraganimda jannatdan joy bersa bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Xo'jayinim yaxshi pul topib, yaxshi ishlagan vaqtlari ko'p ichardiradi. Ichib keladilar, janjal qiladilar. Gohida uyga yeyishga ham anaqa qolmay qoladilar. Ko'p janjallashardik, ko'p urushardik. O'sha paytlarni eslasam, urganim, pichoqlaganlar ham misol uchun. Nima deydi, haqorat qilganlarni eslasam, umuman qaragim kelmay qoladi. Menga shunaqa azob bergan-ku deyman-da. Lekin oxiratimni o'ylasam, u dunyoni o'ylasam, umuman bu erkak tashlab qo'ygim kelmaydi. Nima desa ham xo'p deb xizmatida bo'lishni xohlayman. Chunki u dunyo uchun. Bu dunyo o'tkinchi, o'tadi ketadi. Yesam ham, yursam ham, o'tirsam ham, tursam ham o'tadi. Birovga bir borasiz, bir ozgina gaplashasiz, chizakni to'kasiz, o'tadi. Lekin u dunyochi. U dunyoga qanday qilaman? Nima olib ketyapman? Nimani olib ketaman? Olib ketsam 5 vaqt namozimni olib ketarman. Shu erkakka qaraganimda Allohim qabul qilsin deyman, boshqa hech narsani so'ramayman. Xudoyim shu xizmatimni qabul qilib jannatdan joy bersa bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Ko'pchilik gaplashib, "Ha, xo'jayin mana shunaqa yotib qolgan, mana shunaqa ham ro'zg'or olsam, nima qilasiz? Jo'natib yuboring, berib yuboring qarindoshlariga. O'zingiz yashang, qizingiz uchun yaxshi eplab yashaysiz" deyishadi. Lekin bu dunyo o'tkinchi-ku. Bu dunyo o'tkinchi. Doktorga 16-bansaga olib bordim-da bilan oyoqlarini. O'ng oyoq, mana shu o'ng oyoq mazokli, yeringli yara bo'lib ketyapti. U keyin bu yering mana bu yerda qoraytirib, bu yoqqa shish berib yuboryapti-da, oyoq shishib ketyapti. Bu chap oyoq o'zi ishlamaydi-da. Chap oyoqda ham hamma nagruzka o'ng oyoqqa bo'lgani uchun o'ng oyoq mazok bo'lib qolyapti. 16-bansaga olib borsam, mana bu ham tagi manaqa yara bo'lib teshilib qolganda. Yering bo'lib mana shunaqa bo'lib. Şöyle ki ben bakayım Türkçe. Bu kim bilan nima qilardi? Sizlardan xabar oladigan birortasi bormi? Bu yerdami yo Surxondaryoda qayerda? Surxondaryo bo'yini Yuyil deydi. Hammasi o'zini o'ylasi. Hamma o'zining tarixi bilan oladi. Qolgani mana soch olish, soqol olish, yuvintirish, tozalash hammasini mayli o'zim qilaman. Allohga shukr, Xudoga shukr qilaman, shu hojatlariga ham o'zlari borib kelganiga-da. Agar shuni ham eplolmasalar, 6 oy faqat pampersga qaraganman, kecha kunduz. Faqat pampers qo'yardim. Kattasi ham, kichkinasi ham faqat pampers edi. Shuncha bo'lib shu hojatiga shunaqa borib kelayotganlariga ham shukr qilaman-da. Ozgina shu muammosini hal qilib shu oyoqda, o'ng oyoqda ham ozgina davolab olsaydim, eng asosiysi shu bo'lib qoldi hozir menga. Chunki bitta oyoq qiynalyaptilar-da o'sha oyoqqa. Yurishga qiynalyaptilar. Kechalari qiynaladi, og'riydi deydi. Ne qilingchi? Bir qaysi. Yo'qlab qo'ying.